Abbo. Vobshe yomon ko'raman shuni. Hozir telefonda bir soat gapiradi. Alo, assalomu alaykum hoji aka, tuzimsiz? Hozir saqizda gapirib turdim. Bir yurakka yaqin odamsiz-da. Bo'ldi. Bo'ldi, xizmatingizdamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshiyam borsiz, Ha, Saydullo, kecha yaxshiyam pul berib turgan. O'sha berib turgan pulimga bozorlik qilib kelyapsanmi xotining bilan? Kecha pul kerak deganiga 1 million qarz berib turdim-da, o'shani aytyapman. Nima qilshyapsan? Dadasi, yuring, shularga teng bo'lmang. Buni qara qilgan shuni. Rahmat oshna. Yaxshiyam berib turibsan. Bugun ro'zg'orligimni qilib oldim desa, olam gulistonada men xursand bo'lib qolardim. O'zi odamlarga yaxshilik qilib bo'lmay qolibdi oshna. Saydullo, oshga qayerga borar ekanmiz? Qayerda gaplashding o'zi? Ketdingmi? To'xtab tur. Ismoil oshnamiz kelsa, ishtachicha kech qolar ekan. Bo'ldi. Nimaga uni kutishimiz kerak? Kim u o'zi? Sen menga qara. Ismoildan yeb qo'ygan joying bormi? Nimaga kutaverasan uni? Kim u? Puli bo'lsa o'ziga. Ye? Ismoil oshna, keldingmi? Seni o'zi kutib turdik bor-ku. Ba'zi sen o'rning bor-da, davrada oshna. Endi qoldi davramiz, Saydullo. Ketdik do'stlar. To'xtagin. Sen qanaqa odamsan o'zi? Itni bilasanmi? O'sha it yomon ko'rgan insoniga qurib, yaxshi ko'rgan insoniga suykaladi. Yomon ko'rgan insonni dakansa yomon ko'radi, yaxshi ko'rgan insonni dakansa yaxshi ko'radi. U it ongi yo'q. Seni onging bor. Insonsan, lekin shu itchalik emassan.